Sizlar bilan Partar kanali. Bugun sizlar bilan Articraft o'ynaymiz va anarxiya men ditcha o'ynab qo'yganman. Ditcha emas, ko'p desa ham bo'ladi. Hozir mana ditcha o'ynamaganman-u, ko'proq. Mana baza ham qurganman. Hozir ikkita baza bor. Spooky yo'q. Elitra yo'q ekan. Hozir Spooky'mi? Yo'q ekan. Kon yangilanishga 5 sekund. Bir 2 sekund qoldi. Va bu yer bilan buni sotib olib, hozir buni ham sotib olamiz. Buni ham sotib oldimmi? Mana bu baqa kim bu mundoq. Mundoq. Mana bo'la qol. Bu buldozer bir sehrga sehrlangan. Mendinga ham mana bitta avto tushmagan xolos. Mana 1 sekund qoldi. Necha sekund? 15 sekund. Va necha sekund? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Va. Tezroq bo'lish kerak, bo'lmasam hamma ishtimi qolmaydi. Shuning uchun tezda kirib kavlash kerak. Voy, muncha tez bo'ladi. Tezligini bo'ladi. Tezkorlik bilan biz ham kavlab olishimiz kerak. Bo'lmasa hech nima qolmaydi. Mana. Mana. Vaqt tugabdi. Baqa. Mashinani olib yurish kerak va yana bitta buldozer olish uchun daraja ko'proq yig'ish kerak. Va mana like bosib obuna ham bo'lib qo'yinglar. Hop. Qancha bo'ldi shekilli. Hozir bo'ldi, tugabdi. Buni ender sunduqqa qo'yib qo'yish kerak edi. Ular qancha bo'ldi? 15 ta, 28 ta. Endi baza qurganman. Hozir ko'rsataman. Hozir mana bazam o'zim qurganman. Baga almaz bilan ismini solib qo'ysak. Buni Notnobus qo'ygan. Mana Notnobus ham Articraft o'ynaydi. Bag'ini kim qurganini bilmayman. Spooky'mi degan odam qurgan. Mana Spooky'mi degan odam qurgan. Men mana yopib qo'yganman. Nashr qilib ketishgan deb. Mana
Men buni qurgan emasman. Spookymi degan odam bilmayman yana. Nima? Baza og'irlangan. Hamma narsa sandiqga narsa soling. Nima? Rostdan. Buni men yozgan emas. Pulun mana musorlarimizni solib qo'yamiz. Bo'pti, bo'ldi. Yana bitta baza bor. Uni men qurmaganman. Spooky qurgan uni ham. Spookymi bilmadim nomini. Mana. Buni ham narsa qilib ketishibdi shekilli. O'zi mana shu blok sindirganidan keyin chiqadi. Ashunga narsa qo'rishgandir. Va mana nima bu? Hozir 1 soatdan keyin qishloqqa bostirilar ekan. Nima oldu? Yetti qilib qoldimmi? Kim bo'lsa ham yaratgan nimadirlarni. Ketdim var. Mine. Warp mine. Go'shtam yo'q ekan. Az ovqatni olamiz. Free desana mana free desana mana yerda kitlar bor. Nasi, mashlarni 1-2 soat o'ynagan bo'lsangiz beradi. Men hozir 21 soat o'ynagan ekanman. Menda hozir Titan kiti bor. Uni Titan kiti ham vaqt tugab bo'lgan. 25 soat o'ynasangiz elitra deganim mana elita ashlarni olib kit desangiz mana shu yerda askar, qahramon, ritsar, alpomish, Titan, elita, afsona, general, elitagacha bo'ladi. Xolos. Endi ovqatni yeb olsak. Voy. PvPga boraymi ekan. Voy, bo'ldi. Bo'pti, PvPga borib kelaylik. Warp PvP. Va PvPda ko'pchilik bor ekan, hattoki modder ham bor ekan. Mana PvP. Men shunchaki mana yerda turdim. Menga hozir ko'rmaslik sehri turdi. Hozir. Mana yerda turdim, keyin qarasam ko'rmaslik sehri. Tush bitta, tush. PvP kim PvP qilasam, kim PvP qiladi deyman. PvP. Bu bilan PvP qilmaydi.
Bular bilan p qilish qiyin, ayniqsa mezirit aslahalar bilan ular o'ldirib qo'yishi mumkin. Hop, chop, hop. Nima degan var artifact desak, men artefakt narsasidan olganman, yana beradi. Ashunda bergan bo'lsa deb yozsam berilmagan ekan hali beri. Kim dragon.uz endi chiqibman. Ya problem aqoch bo'lmaydi. Var vay mana bir soatdan keyin qishloqqa boss paydo bo'lar ekan. Var may deymiz, nega bo'lmayapti? Var may hech kim yo'q. Endi 2 sekund bo'libdi. Mayli ijtimoiy qilmang. Shu bilan videomiz tugadi. Like bosib obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarni ham chiqazaman. Video tugadi. Like bosib obuna ham bo'lib qo'yinglar.